Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana bir ajoyib vlogimizni boshlayapmiz. Ko'rib turganingizdek atrof qor bilan qoplangan, tashqari juda ham sovuq. Shunday bo'lsa-da issiq qalb bilan siz azizlar uchun harakat qilyapmiz. Bu harakatimizni ijobiy qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Videoni ko'rishda davom eting. Bu video sizlarga juda ham yoqadi degan umiddaman. Agar tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Mana do'stlar, boya aytgan manzilimizga yetib keldik. Hozir mana kassalardan biletlarni oldik. Ko'rib turibsizlar, atrofda qor yog'yapti. Shunday bo'lsa-da o'z videomizni olishga harakat qildik. Yopiq ekan aksiga bugun. Shunday bo'lsa, hamma javobgarlik o'z bo'ynimizga oldik. Hozir mana zira orqali yuqoriga ko'tarilamiz. Hamda o'zlarining maxsus mashinasi orqali yuqoriga ko'tarilamiz. Biz bilan qoling, videoni ko'rishda davom eting. Bismillah. Mana do'stlar, mana ko'rib turgan o'zlarining maxsus mashinachasi orqali hozir yuqoriga ko'tarilamiz. Ungacha mana kutubxonasida kirib kutamiz. Kutubxonani ko'rishlaringiz bu juda ham issiq, tashqaridan juda qulay. Konditsionerlar ishlayapti. Mana bu yerda o'rindiqlar bor. Hozir o'chirtimiz kelsa, yuqoriga ko'tarilamiz, xudo xohlasa. Mana do'stlar, navbatimizga yetib keldik. Ko'rib turganingiz mashina chaqadigan minish jarayoni. Ko'ramiz. Ichki atmosferasi qandayligini. O'zimizni poyezdga o'xshaydi ekan ko'rinishida. 2 kishilik kichik xonaga o'xshaydi. Mana do'stlar, manzilimizga yetib keldik. Tashqarini ko'ramiz hozir, ob-havosini. Manzaraga baho beramiz do'stlar. Qanday holatdaligini. Tog' bag'ridamiz tomosha qilishga. Juda ham zo'r joy. Qadrli do'stlar, biz birinchi vlogimizda Janubiy Koreyaning eng uzun va eng yuqorida joylashgan piyodalar o'tish joyidan video tayyorlagandik. Bugun esa Janubiy Koreyaning Kangwon viloyatida joylashgan Hwangtongmul deb nomlangan, ya'ni Hwam g'origa tashrif buyurdik. Bu g'or o'zining uzunligi va chuqurligi bilan Koreyada ajoyib turistik joy hisoblanadi. Bu joy nafaqat o'zining go'zalligi, balki tarixiy nuqtai nazardan juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan joylardan biri. Bu g'orning ichida juda ham sarguzashtli joylar juda ham ko'p. Agar bu joy sizlarga qiziq bo'lsa, video qiziq bo'layotgan bo'lsa, like va podpiskalarni ayamaysizlar degan umiddaman. Hozir esa g'orga yo'l olamiz, ichkarini ko'rsatishda davom etamiz. Biz bilan qoling, videoni ko'rishda davom eting. Qani ketdik.
Aziz do'stlar, bu g'orda oltin qazib olish ishlarini aks ettiruvchi maxsus hududlar mavjud bo'lib, bu yerda oltin qazib olish ishini ko'rishingiz hamda eshitishingiz mumkin. 여기 이 백각을 따라 금줄을 따보는 게 좋겠는데 그런데 내가 보기에 뭘 만들어야 작업하기 쉬울 것 같은데요. 좋아, 해보자고. Aziz do'stlar, g'orning mana bu qismida g'orning tarixini aks ettiruvchi fotosuratlar mavjud. G'orning qisqacha tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, g'or dastlab ohaktosh qazib olish uchun kashf etilgan. Keyinchalik yaponlar hukmronligi davrida, ya'ni 1922-yil, 1945-yillarda oltin qazib olishlar boshlab yuborilgan va bu yerdan qazib olingan oltinlar Koreya iqtisodiyotida juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan va 1991-yildan boshlab bu yerda kon faoliyati to'xtatilib, bu yer turistik zonaga aylantirilgan. Bu yer o'zining tarixiy va tabiiy nuqtai nazardan juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu yer yiliga minglab sayyohlarni bu yerga jalb etadi. Qadrli do'stlar, videoni ko'rishda davom eting. Sayohatimiz davomida bundan ham qiziq ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Biz videoni davom ettiramiz. Qadrli do'stlar, g'orning mana bu qismida oltin sharshara deb nomlangan hudud mavjud bo'lib, bu hududda ko'rib turganingizdek mana shunday eski konchilar ishlatilgan, uskunalari saqlanib qolgan. Bu uskuna yordamida yuqorida tushgan suv orqali oltinlarni toshlardan ajratib olishgan. Hozirda lekin sharshara yo'q, yuqorida suv ma'lum bir miqdorda tushib turibdi. Lekin shu uskunalari saqlanib qolgan shu ko'rinish holatda. Bu yerga tashrif buyurgan sayyohlar uchun mana bunday maxsus hududlar mavjud bo'lib, bu yerda siz g'orning haqiqiy tabiiy muhitini his qilib ko'rishingiz mumkin. Qadrli do'stlar, g'orning umumiy uzunligiga to'xtaladigan bo'lsak, g'orning umumiy uzunligi 1803 metrni tashkil etadi. G'orning ichki harorati yil bo'yi +10-14 gradusni tashkil etadi. Bu degani yozning issig'ida ham ichkari salqin, qishning sovug'ida ham iliq havoni tashkil etadi. Bu esa bu yerga tashrif buyurgan sayyohlarga o'ziga xos qulaylik yaratadi. Qadrli do'stlar, ko'rib turganlaringizdek biz g'orning mana bunday qismiga yetib keldik. Bu joylar shaxtalar deb ataladi. Bu yerdan qazib olingan tabiiy boyliklar va ohak toshlar xuddi shunday shaxtalar orqali tashib chiqilgan. Bu yer odamga o'zgacha bir adrenalin va boshqacha emotsiyalarni beryapti. Biroz qo'rqinch ham bor. Lekin bunga e'tibor bermaymiz. Xuddi biz o'zimizni o'sha davrga tushib qolgandek his qilyapmiz hozirda. Qadrli do'stlar, yuqorida eslatib o'tganimizdek, g'orning umumiy uzunligi 1803 metrni tashkil etsa, biz hozirda taxminan 1500 metrlar ichkariga kirdik. Hali yanada hozir ichkariga kirishda davom etamiz. Kuzatib boring, qani ichkarida bizni nimalar kutmoqda. Qadrli do'stlar, biz g'orning kirish qismidan 1500 metr ichkariga kirishimizga qaramasdan
Bu yerga tashrif buyurganlarning xavfsizligi uchun juda ham qulay sharoitlar yaratib qo'yilgan. Har joyda yoritish uskunalari va kuzatuv kameralari joylashtirilgan va mana bunday harakatlanish qulay bo'lishi uchun zinalar va eng asosiysi bu yerga tashrif buyurganlarga yanada o'zgacha ruhiyat bag'ishlash uchun ajoyib sokin musiqalar yangrab turibdi. Bular hammasi bu yerga tashrif buyurganlarning qulayligi uchun yaratilgan. Qadrli do'stlar, yuqorida yosh kattalar uchun kon hayotini tasvirlab beruvchi maxsus eksponatlar bilan tanishdik. Mana bu yerda esa bu yerga farzandlari bilan tashrif buyurgan mehmonlar uchun mana bunday kon hayotini aks ettiruvchi multi qahramonlar gavdalantirilgan. Bu yerga tashrif buyurgan bolalar uchun juda ham qiziqarli ma'lumot sifatida foydalaniladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Maxsus ovozlari bilan qo'yilgan. bug'odan topilgan oltinlarni eksponatlarni ko'rishlaringiz mumkin.
Qadrli do'stlar, ko'rib turganlaringizdek biz g'orning eng quyi qismiga yetib keldik. Juda ham hayajonli joylar. Mana bunda ko'rib turganlaringiz tabiatning mo'jizasi, hech qanday inson qo'li tegmagan tabiatning tabiiy mo'jizasi hisoblanadi. Stalaksitlar va stalagmitlar deb ataladi. Million yillar davomida hosil bo'lgan bu narsalar. Ko'rib bahramand bo'lsalaring bo'ladi. Marhamat. Qadrli do'stlar, endi bu tabiat mo'jizasi haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, stalaktitlar, ya'ni tomdan osilib turuvchi relyef shaklida bo'lsa, stalagmitlar bo'lsa, yerdan o'suvchi relyef shaklida bo'ladi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, bu g'ordagi eng uzun stalaktitlarning uzunligi 2 metrdan oshar ekan. Buning uchun ancha uzoq yillar kerak bo'ladi bunday shaklga kelish uchun. Marhamat, bir ko'rib o'zingiz baho bering. Tabiat mo'jizasiga qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Qadrli do'stlar, mana bu yerda shu g'orning ichidagi mavjud hasharotlarni ko'rishlaring mumkin. Mana bu suratlarda har xil turdagi ko'rshapalaklardan tortib qadrli do'stlar, g'orning ichini ko'rinishi chumolining uyiga o'xshaydi. Mana qadrli do'stlar, g'orning chiqish eshigiga yetib borishimizga ham 150 metr masofa qoldi. Bu koridorlarda ham xuddi shu Koreyaning madaniy hayotini aks ettirgan maxsus suratlardan ko'rishingiz mumkin. Har xil an'anaviy suratlaridan tortib tabiat go'zalliklarigacha. Mana qadrli do'stlar, bugungi sayohatimiz mana shu yerda yakunlandi. Ixvan g'ori nafaqat tarix va tabiatni o'ziga birlashtirgan joy, balki siz o'zingizni boshqa bir olamda his qilib ko'rishingiz mumkin bo'lgan joylardan biridir. Shu vlogimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.